yosh oila yoki da investitsiya uchun tayyor bir xona Euro remont mebel texnikalari bilan uy izlayapsizmi? Unda ushbu uy siz uchun. Ushbu ko'rib turgan uyimiz Chilonzor 12-kvartalda joylashgan. Bir xonali uyimiz asosiy xonasi 520 ga 330 bo'ladi ko'rib turganingizlardek. O'zining yumshoq mebellari, ochilib sifatli qilsa bo'ladigan shkaflari, televizor, konditsionerlari bilan. Oshxonamiz o'z o'rnida qolgan, ko'rib turganingizlardek. Bu yerda ham kerakli barcha mebel va texnikalar yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Uyimizning umumiy maydoni 33 metr kvadratdan iborat. 1,5 ga 3 bo'lgan balkonimiz. Romlar alishgan, ko'rib turganingizlarda bu yoqda ham stroyni shkaflarimiz mavjud. Keyinchalik oshxonani balkonga ko'chirib bir xona, ikki xonaga o'zgartirib olsalaring ham bo'ladi. Uyimiz 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan. Glavniy eshikdan kirib kelish, bu yoqda stroyni vishilkalari va razdельный sanuzelimizda vanna xonamiz. Ko'rib turganingizlardek kafellar yaxshisidan terilgan va hojatxonamiz. Barcha eshiklarda yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Ushbu uyimizni mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 12-kvartal mo'ljal Shirin Chorraha, Farxatskiy bozorigacha bor yo'g'i 5 daqiqalik masofada joylashgan ushbu uyimizni videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari $54,500 baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.